nima balo qilyapsiz? Ko'zingizga qarasangiz bo'lmaydimi? Bunda qo'shib bersanglar bo'lmaydimi? Kim aytdi faqat okaxonlar pochka puliga gap o'ynaydi deb? Opaxonlar ham bor, pochkalar gap o'ynaydigan. O'sha opaxonlar uchun zo'r joy topib qo'ydim. Bilaman, sizlar chertib joylarga borasizlar. Tim bo'ldi, kelasizlar. 4-5 soat g'iybat. Qo'y, uzr. Gapinglarni o'ynaysizlar, sizlarga restorandan tekinga. Choy ekan, non ekan, chichivichni sup. Qale, ketib yeb ko'ramiz. Tim bo'ldi, hozir nafaqat turetskiy kuxnya, milliy kuxnyani ham qo'shishibdi bular. Qaddi qomatim buzilsa, erim boshqasiga ketib qoladi deganlar. Bu savat aynan siz uchun. Chunki avokado juda ham полезный va qaddi qomatingizni saqlab turishga foyda beradi, yordam beradi. Salat menga yoqdi. Avokadoni yoqqan tomoni yumshoq. Bir xil qattiq avokado tanlab qo'ydi, noto'g'ri tanlashadi. Uni yeyishga qiynalasiz. Men bu lekin meni любимчикim. Hozir men sportga boryapman, bilasizlar. Xotinim ketib qolmasin deb takoy qachatsa qolman, lekin afsus xotinim yo'q. Menga juda ham yoqdi. Ani yog'ini quyishadi-ku, yog'i me'yorida ekan. Maqtayapti, pulini oldi desanglar ham duringlar, ha? Где-то $20,000 olib reklama qilyapman. Turetskiy kuxnyaga yengillik kiritishdi. Bu pide karadeniz ekan. Ichida farsh, sir va yong'og'i bor ekan. To'g'risini aytsam, cho'zilishlari hammasi zo'r, lekin menga sous kamlik qildi. Ichiga ozgina botirib yeyish uchun. Hatta yomon emas. Anochi gaplarda hozir trend bo'ldi. Semichkani olib, chaqib o'tirish. Semichkani o'rniga mana shu balonni qilishdi. Yengillik kiritishdi. Limonni siqashilib, bitta nosi bor, tuzi sal pastlik qildi, stolda bor. Двойной лайк. И slayder bo'lib qoldi. Qo'shib bersanglar bo'lmaydimi? Yoniga nonlarini botirib, yeyishlik bo'lib turibdi-yu. Kotletani hidi yo'q. Reально bor-ku. Mana pul oldi deb o'ylashadi bular. Bitta narsani iltimos qilgan bo'lardim. Chashka, uchgan cheti, uchgan idishi restoranlarda umuman uchgan idishdan narsa yeb bo'lmaydi, ichib bo'lmaydi. Shuning uchun ahamiyat beriladi. Uchgan idishlarni yig'ishtirib tashlaydi. Demi-glace sous nimaligini bilasizlarmi? Ko'pchilik bilmaydi, men sizlarga hozir aytaman. Asosan suyga bo'lgan sous, uni juda ham ko'p vaqtda, kamida 8-12 soat qaynatishadi. Keyin sous, demi-glace sous bo'ladi. Go'sht bilan chotki chiqishadi. Imенно shu sous ichilachar ekan. Endi bu bonfile, tagida pyurega sir qo'shishar ekan. Bonfileni yiriroq kesganida ma'qul menimcha, sal sochniroq bo'ladi, lekin pyure juda ham mazali. Pyureni yaxshilab mana blenderdan o'tkazsanglar yoki yaxshilab kessanglar, kamochkasi bo'lmaydi. Lekin umumiy olganda mazza jihatdan juda ham vkusni. Men bu toshkentchi qiyma shashlik ekan. Toshkentliklar bormi? Nimaga toshkentchi deyiladi? O'shani kommentariyada yozib ketinglar. Xullas, shashliklarni yeb ko'rdim. Bitta malinki non yedim. Menga jigar sal qattimlik qildi, lekin tuzlari joyida. Hamma bor, ashsha jononim yana qo'y, shortdekkina kayf ko'rdim. Lekin meni hali ham shu savol qiynamayapti. Toshkentliklar, nimaga bu Toshkentlik? Shu gap hech kim bilan o'xshayman, shuning uchun piyozni yo'g'iraman. Qo'y go'shtini yaxshi ko'radiganlar, bu sizlarni sho'rva, bu meni sho'rva emas. Mazasi zo'r, bulyon bilan juda ko'p qaynagani sezilyapti, lekin qo'y hidi ham sezilyapti. Bu mantimi, manti sho'rvami? Tushunmadim. Ichi to'la sho'rva ekan, go'shtli. Menga yoqdi. Ortiqcha gap yo'q. Bizlar xullas gapga kelganinglarda, bitta shunaqa katmera etsanglar, bitta shou qiladi-da, qolgan dugoninglar bor, ichi yonib, kulib bo'lib o'ladi. Hozir mana tishimni miyasida majlis ketyapti, ham issiq, ham sovuq. Bu shirinlik emas, bu kofe. Ha, bu kofe. Glissey deyiladi. Lekin bilasizlarmi, glisseyga plombir solishardi. Turetskiy marojnoy bilan umuman boshqacha ketar ekan. Menga yoqdi. Bitta kelganinglarda ichib ko'radigan joy. Balkim yeb ko'radiganmi? Xullasda. Xullas, shuncha yegan narsam 1,362,000 bo'ldi. Nima deb o'ylaysizlar? Qimmat marzonmi? Kommentariyada yozib ketinglar. Lekin menimcha shuncha yegan narsamga bu juda ham yaxshi narx. Xullas, servis bolalar молодцы. Ovqatlar menga deyarli yoqdi o'zingiz ko'rgandek. Kelib bitta yeb qoladigan joyi. Hali ham like bosmadingiz, repost qilmadingiz, uyatmaysizmi? Opa bilaman, gapga borganinglarda kim zo'rroq joyga olib boradi, o'shani ichinglarda sirnamani bo'ladi. Lekin siz bu yoqqa olib kelsangiz, aniq uyalib qolmaysiz. Atmosferani yorib olishda qo'y. Rasmlarga tushadigan joy ekan lekin.